2026-yilga xush kelibsiz. Agar siz hali ham iPhone 11 olsam bo'ladimi yoki iPhone 12 qotmasdan ishlaydimi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unda siz uchun bitta yomon xabarim bor. Sizlar bilan yaqin daqiqalarda iLevel yaqinroq kelib olsangiz, telefon qidirishga ketadigan vaqtingizni tejab qolishga harakat qilaman va kerakli ma'lumotlarga ham ega bo'lasiz. Texnologiyalar o'zgardi. Ilovalar esa borgan sari sun'iy intellekt bilan integratsiya bo'lmoqda. Instagram va CapCut esa 3 yil oldingiga qaraganda ko'proq resurs talab qilmoqda. Bugungi videoda biz hissiyotlarni chetga surib, faqatgina faktlar va raqamlar haqida gaplashamiz. 2026-yilda asabingizni buzmaydigan va hamyoningizga ham yaxshi bo'lgan 3-4 yil bemalol qotmasdan ishlaydigan iPhone'larni aniqlaymiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Aytgancha, undan oldin esa nimalarni olmaslik kerakligi haqida aytib ketsam. Keling, eng og'irdan boshlaymiz. 2026-yilda quyidagi telefonlarni o'zingiz ro'yxatingizdan bemalol o'chirishingiz mumkin. Birinchisi bu iPhone 11 va undan pastkilari. Bular endi tarixga aylandi. iOS yangilanishlari to'xtash arafasida, ekran sifati esa bugungi kun talabiga umuman javob bermay qoldi. Ikkinchisi esa bu iPhone 12. To'g'ri, bu telefon hali ham zamonaviy ko'rinishda, lekin uni eng katta muammosi bu uni batareyasi. Bu yildan keyin chiqadigan og'ir ilovalar esa uni batareyasini bittada yeb tugatadi. To'g'ri, agar brend tutaman, Androiddan esa charchadim desangiz, bu ham yaxshi variant, gap yo'q. Lekin maqsadingiz qotmasdan ishlashi ta'minlash bo'lsa, unda bu ro'yxatni o'chirganingiz yaxshi. Chunki asab tizimingiz bundan qimmatroq turadi. Lekin bu gapim bilan 100% bu telefonlarni olmanglar demoqchi emasman, chunki bu telefonlarning ham o'ziga yarasha mijozlari bor, muxlislari bor va ba'zi ilovalarni hali ham yaxshi ko'taradi. Ana endi bo'lsa mavzuga qaytamiz. Pulim kamlik qilyapti aka deydiganlar uchun tavsiyalar. Agar mabodo pulingiz cheklangan, lekin telefoningiz zo'r ishlab uchishini xohlasangiz, unda bu yilning eng zo'r chiptasi bu albatta iPhone 13 seriyasi. Protsessor A15 Bionic. Bu chip hali ham o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Kundalik vazifalar, ijtimoiy tarmoqlar uchun bemalol yetadi. Batareya 12-seriyaga qaraganda ancha baquvvat va zaryadkasi ham uzoqqa yetadi. Lekin meni shaxsiy tavsiyam, agar imkoni bo'lsa 13 seriyasidan Pro yoki Pro Max olgan yaxshiroq. Kamerasiga kelsak, kamerasi agar siz kuchli mobilograf bo'lib, buni orqasidan pul topmasangiz, bemalol yetadi. Ya'ni o'zingiz yoqtirgan rasmlarni va videolarni tiniq holatda ola olasiz. iPhone 13 da 4 GB, Pro hamda Max da esa 6 GB, 14 da ham 6 GB RAM bor. 2026-yilda ilovalar fondi yopilib ketmasligi uchun o'sha qo'shimcha 2 GB oltinga teng bo'lib qolishi mumkin. Kamerada ham bu uchalasi uncha katta farq qilmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar arzonroq variantlardan kerak bo'lsa, bu 13. Lekin ko'proq xizmat qilishini xohlasangiz, unda o'sha gap. Teparog'ini olaverasiz. Ana endi ko'pchilik uchun eng ideal variantga keldik. Bu albatta iPhone 14 va 15 seriyasi. iPhone 15 ni olish uchun 3 ta asosiy sabab bor. Birinchisi Type-C. Bitta kabel bilan Mac, iPad va iPhone ni zaryadlaysiz. Ikkinchisi esa Dynamic Island. Telefoningiz eski 13 yoki 14 dan tubdan farq qiladi. Zamonaviy ko'rinadi. Uchinchisi esa kamera 48 megapiksel. Bu degani siz 2026-yilda trendlarga mos va tiniq kontent ola olasiz. Yana bitta narsa, 2026-yilda Lightning kabellar bilan yurishingiz bu xuddi oldin DVD disklar bilan yurishingiz bilan bir xil. Hozir hamma Type-C ga o'tib ketgan. Bu modellar yana 3-4 yil bemalol to'pda tursa kerak. Qotish yo'q, qizish yo'q va muammo yo'q. Bittagina muammo bu sizda yo'liga. Hazil albatta. Agar siz kontent olmoqchi bo'lsangiz ham, aynan mana shu telefonlar bemalol sizga yetib ortadi. Ya'ni siz agar oltin o'rtalikka topmoqchi bo'lsangiz, unda bu albatta iPhone 15, 14 Pro va 14 Pro Max telefonlari. Ana endi bu telefonlarni kamerasiga kelsak. iPhone 15 da 48 megapiksel asosiy kamera, 24 megapiksel default foto, 2x lossless zoom, 4K 60 fps HDR va juda kuchli ranglar. iPhone 14 Pro va Pro Max da esa 48 megapiksel asosiy kamera, 3x optical zoom, makro mod, lidar sensor va 4K 60 fps videoga tushira oladi. Va nihoyat, agar siz telefonni shunchaki ishlatish uchun emas, balki pul topish, qiyin montajlarni qilish yoki da o'yin o'ynash uchun olmoqchi bo'lsangiz, unda sizga Apple Intelligence sun'iy intellektini qo'llab-quvvatlaydigan modellarni tavsiya qilamiz. Bu yoqda esa tanlov aniq. Ya'ni 15 Pro, Pro Max va albatta 16 seriyasi.
2026-yilda iOS tizimi sun'iy intellekt bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Siri aqlliroq bo'ladi. Rasmlarni tahlillash esa avtomatlashadi. Bu narsalarni qo'llab-quvvatlash uchun esa kuchli motor kerak bo'ladi. Agar siz bugun 15 Pro yoki 16 seriyasini xarid qilsangiz, nafaqat 26-yilda, balki 29-yiligacha bemalol qottirmasdan ishlatishingiz mumkin. Yana bitta gap, baribir telefon olganingizda keyinchalik sotishni o'ylashingiz mumkin. Shuning uchun aynan shu modellar sizga kakras mos keladi. Ana endi bu telefonlarni kamerasiga kelsak. Kamera Pro darajada. iPhone 15 Pro va 15 Pro Max. Kuchli Pro kamera tizimi 48 megapiksel asosiy, ultra wide va telefoto. Optic zoom. Pro Maxda kuchliroq. Cinematic, night mode hammasi zo'r ishlaydi. iPhone 16 Pro va Pro Maxda esa shunga o'xshash Pro tizimi va yangi funksiyalar, 5x optik zoom, ko'proq qulayliklar, yangi kamera kontrol tugmasi va kamera parametrlari tez boshqarish, biroz yaxshilangan ranglar, stabilizatsiya va foto sifatini yana ham yaxshiroq holatda ko'rsatish. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz professional video yoki fotolar olsangiz, aynan 15 va 16 seriyasi siz uchun aktual. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 2026-yil uchun iLevel'dan reyting belgilasak. Ro'yxatning birinchisi budjet qiroli iPhone 13 seriyasi va 14. Ikkinchisi eng mantiqiy tanlov iPhone 15 yoki 14 Pro va albatta 14 Pro Max. Va 3-o'rinda esa maksimal kuch iPhone 15 Pro, 15 Pro Max yoki 16 seriyasi. Va oxirgi maslahat, agar siz bu telefon oladigan bo'lsangiz, albatta uni batareya yo'mkisiga yaxshilab e'tibor bering. Chunki bu yog'iga 85% dan past batareya degani sizga har doim powerbank kerak bo'ladi degani. Telefon esa umuman ochilmaganiga va qayog'idir almashmaganiga ham ishonch hosil qiling. Assalomu alaykum bratim, qandaysiz? Ha, aytgancha nimaga bu yoqda iPhone 17 yo'qligiga hayron qolyapsizmi? Bu haqida esa keyingi videoda batafsil gaplashamiz. Siz qaysi modelda ishlatgan bo'lardingiz? 2026-yilda esa hali ham 11 Pro Max ishlatib yurgan o'rtog'ingizga bu videoni tashab qo'ying. Agar sizga barcha turdagi yangi yoki bu ishlatilgan telefonlar kerak bo'lsa, bemalol, bexijolat iLevel'ga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda esa havola qoldiramiz. Izohlarda fikringizni yozib qoldiring, kanalga obuna bo'ling va ko'rishguncha xayr deb qolamiz.